Xotirangizni sinab ko'ring. 10 ta juftlik obrazlarni bir marta ko'rasiz. Keyin faqat bittasi ko'rsatiladi. Ikkinchisini topasizmi? Natijangizni kommentariyada yozing. Qoidalar oddiy. Ekranda 10 ta juftlik ketma-ket chiqadi. Har bir juftlikni 6 soniya ko'rasiz. Diqqat bilan qarang. Miyangiz bog'liqlikni saqlaydi. Keyin faqat bitta obraz qoladi. Ikkinchisini eslab ko'ring. Boshladik. Hammasini ko'rdingizmi? Endi sinov boshlanadi. Faqat bitta obraz ko'rsatiladi, ikkinchisini toping. Nechta topdingiz? Kommentariyada yozing. 10 tadan nechta? 1 dan 3 tagacha. Hali boshlanishi. Qo'rqmang. Mnemonika orqali o'rganasiz. 4 tadan 6 tagacha. Yaxshi natija. Biroz mashq kerak. 7 dan 9 tagacha. Zo'r. Xotirangiz kuchli. 10 ta. Fenomenal. Siz tayyor mnemonikachisiz. Avvalgi videolarimda bu juftliklarni mnemonika yordamida qanday 100% yodlash mumkinligini ko'rsatganman. Sifatli yod olish bu mnemonikaning asosi. Obuna bo'ling. Mnemomedik xotira tizimi.